qarang. Himoyani, oyoq harakat himoya qilganmiz qadimi? Bu himoya, yaxshi himoya. Endi biz himoyani oyoq harakati bilan boshlaymiz. Oyoq harakati. Hop, qo'lga boshlaylik. O'ng qo'liga. Chapga qo'shib qadam bilan. Shu bo'ladi, jigariga, boshiga. Qo'llarga shaklizat. Harakat bilan javob bersak bo'ladi. Turishi bilan qadam bilan ursa bo'ladi. Endi asosiy joyi bor, qarang. Harakat bilan chap oyoq, o'ng oyoq, oyoq harakati bilan himoya qilamiz, qarang. Himoya chap oyoq qo'shdik, o'ng tomonga qo'shdik. Urdik, bu javob bera olmaydi. Bermasa ketib qoladi. Tushunarlimi? Yana bitta ko'rsataman. O'tdik, qaytdik. Ishla. Bu yoqdan pastdan, tepadan hammasini ursak bo'ladi. Tushunarlimi? Kel bu yoqqa. Va ko'rsatadi. Aslida ko'rsatadi. Ro'shan, chap qo'ldan ursa, aslida o'zi ko'rsatgan oxirgi taktikani himoya qilamiz. Yana bitta. Oyoq harakat qilamiz. Ko'rdinglarmi? Tushunarlimi? Tayland. Box.